Assalomu alaykum diýganlar. Bugungi kunda biz Novken rayonu Ergeshayil aýly hökümeti Çarwa aýlyna gelgenmiz. Çarwa aýlyna gelgenimiz sebebi Kazımcan akaga biz makoruk bergenmiz. Makoruk turaly Xudo kalasa malumat algany geldik. Diýganlarga paýdaly malumat. 2025-yıl 10 aprelde akabız Türkiye'den gelgen kasket urusunu ekken. Anda emese Kazımcan akaga söz beremiz. Assalamu alaikum. Hurmatly jamaat. Biz aşa erta bahar Makkaga keldik deb akam bilan kelishib Makka urug' olaylik deb Sherzodga kelsak, bir urug' bor dedi. Shunda urug'ni sunish qildi. Kaset degan urug'ni. Shu bir ikki kun kutdik. Endi keladi dedi, kutdik. Bir ikki kundan keyin ekdik o'sha urug'ni. Tushum yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. 30 sotik ekdik hali. 5 tonnadan aldık urug'ni. Danini akam o'sha senada oldi. 5 tonna oldi. Bu ham 30 sotik ekkanda. Daha bizi tajribamiz ozroq bo'lib qoldi. Agar tajribaliroq odam eka turgan bo'lsa, andanda jo'g'ri oladi. Xohlasa inshaalloh. Qadamayız. Kudanan neki oldu? 50 sotik şu urug'da. U silosga urdi. Silosga urganda 42 tonna silos chiqdi bundan. Shuni yaxshi bo'ylari 4 metr, baxsang undan ham cho'ng'ayadi ekan. Yaxshi bo'ladi ekan, zo'r urug' ekan. Bu yilda shundan egamiz deb turamiz. Elge sunuştaysan abi şu. Sunuştaymiz, lekkilar. Şu menen biz videomuz ayaktады. Sizlerle men Sherzod Beknazar, agronom. Assalomu alaykum.